Kam saxovatpesha insonlar, sizlardan iltimosimiz bor. Shu xo'jayinim jigarda muammo bo'lib og'rib qoldi. Hindistonga olib borilishi kerak ekan. 3 ta farzandimiz bor. Iltimos sizlardan yordam qilishlaringni so'rayman. Ilohim Alloh shifo bersin. Sizlar sabab xo'jayinim yana hayotga qaytadan qaytib sog'ayib ketsa, Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. 3 ta farzandimiz bor. Hali yosh farzandlarimiz. Yonimizda hamisha yondosh bo'lib tursin. Kim boshiga butun solmasin ilohim. Doim sog' bo'lsin yonimizda. Sizlardan iltimos shu ozgina himmatlaringni ayamasdan bizga yordam berishlarini so'raymiz. Assalomu alaykum akalar, ukalar, yurtdoshlar. Bizda shanaqa muammo bo'lib qoldi. Shu yaxshi bir chiroyli yaxshi yuruvdik, endi jigar uncha bildirmas ekan. Shu qo'rqsam ko'nglim shunaqa bo'lib qoldi. Shu kasallik bo'lib chiqib qoldi. Shu Hindistonga borib operatsiya qilib kelish kerak ekan. Shunga bir ihson qilib bir yordam qilsalaring, xudo xolasa. Alloh hammalaringga rozi bo'lsin. Endi bolalar yosh. Yangi chekka chiqqanimiz, qo'rqsam ish bo'lib qoldi. Shu mablag' tarafdan qiynalyapmiz. Shuning uchun hammalaringga iltimos qilaman. Xudo xolasa yaxshi bo'lib, Alloh shifo bersin ham ihson qilaman hammaga. Sizlarga shunaqa ish tushib qoldi. Boshimga anaqa tegayotgan bolalar aslida harakat qilishgan. Assalomu alaykum aziz opaxonlar, onaxonlar, otaxonlar, ukalarim, aka-ukalarim, opa-singillarim, o'g'illarim, qizlarim. Mana shu o'g'lim, Ilobiy o'g'limni shunaqa bemor bo'lish kasali bilan og'rib qoldi. Shunaqa diagnoz qo'yildi. O'sha Hindistonga borib, o'sha yerda davolanib kelishdi, taklif qilishdi. Endi buni ham 3 ta bolasi bor. Mana hali yosh, o'shuning uchun o'sha yerga borib kelishgan, borib davolab kelishga anaqa bo'ldik. Endi shunga hozir ozgina mablag' tomondan jicha nimamiz sharoitimiz jicha nimaroq, o'shuning uchun shunga majbur bo'ldik. Allohim hammalaring tan jonlaring sog' bo'lsin, dasturlaringga bersin. Allohim kasb-korlaringga fayz barakot bersin, umrlaring uzun, rizqlaring ulug' bo'lsin. Topganlaringga baraka bersin. Qo'llaringdan kelgancha shu jicha yordam qilsalaring, Allohim hammalaringni doim duoda bo'laman. Duolaringni qilaman doim. Bolam sog' bo'lib, salomat bo'lib, bolalarini oldiga eson-omonlikda qaytib kelsa, Xudo xolasa hammalaringni duoda bo'laman. Allohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohning yo'lida Alloh qo'llaringdan kelganicha Alloh yordam bersalaring yaxshi bo'lardi.